Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli podpisчиклар, xush kelibsizlar Safar Ali Meliqulov kanaliga. Sizlar bilan Safar Ali Meliqulov. Do'stlar, akalar, ukalar, hurmatli podpisчиклар, hurmatli O'zbekiston fuqarolari, hurmatli O'zbekistonda ishlayotgan, hokimiyatda ishlayotgan hokimlar, Ves oblasti hokimlari. O'rganinglar, Samarqand viloyat hokimidan qanday xalqqa yordam qilishdi, xalqni qanday eshitishdi, xalq bilan suhbatlashishni o'rganinglar. Faqat o'zlaringni cho'ntaklaringni o'ylamasdan, o'zlaringni o'rg'aymog'ingni boyitmasdan xalqqa yordam berishni o'rganinglar. Hamma hokimlarga tegishli gap. Mana Samarqand hokimini 2023-yilda xalq bilan suhbatini, xalqni eshitganligini haqida sizlarga hozir videoni taqdim etaman. Ko'ringlar. Sizlar ham boshlanglar. Ves O'zbekistonda Samarqanddan tashqari Ves oblast hokimlariga xalqni yig'inglar, xalq bilan eshitinglar, xalqni kamchiliklarini ko'ringlar, xalqqa yordam qilishni boshlanglar. Yetadi, qachongacha sizlardan faqat kalamushlik keladi. O'ylanglarda, mana bitta O'zbekistonda Toshkent shahar hokimi bo'lsa, mana Toshkent shahar hokimini mana ishdan olgandan keyin, hurmatli prezidentimiz ishdan olgandan keyin boshlandi. Qanaqadir videolar chiqib qoldimi? Ungacha videosi yo'q edi. Hech qayerda ko'rinmagandi, videosini hech kim ko'rgan yo'q edi. Endi videosini qo'yib endi xalqdan endi nima deydi? Ozgina bo'lsa ham nima kamchiliklarni to'g'rilash uchun endi videosini qo'yib turib, ungacha bo'lgan xalq bilan suhbati haqida videosi yo'q edi. Keyin endi o'zi YouTube'larga chiqib qoldi. Hamma joydan o'zi shunaqa ekanda. Birdan ko'rsatib boringlar, mana Samarqand hokimiga o'xshab turib, xalqni yig'inglar, televideniyani chaqiringlar, jurnalistlarni chaqiringlar, Ves xalq ko'rsin. Ves O'zbekiston fuqarosi ko'rsin, hokimlar sizlar ko'ringlar. Shunga qarab turib shulardan o'rnak olinglar Samarqand hokimidan. Mana ko'ringlar, qanday suhbat bo'lgan, qanday nima murojaatlar bo'lgan, murojaatlarning yechimini topgan. O'sha uchun sizlardan iltimosim. Ko'ringlar, o'zlaring baho beringlar. Agar noto'g'ri gapirgan bo'lsam, kanalimga kirib kommentariy yozib qo'yishlaring mumkin do'stlar. Akalar, ukalar, hurmatli podpisчиклар, bo'lmasa ko'ramiz. Mana Samarqand hokimini, xalq bilan suhbatini. Toshkentdan Samarqandga perevod qilish kerak edi qizimni. Kiyim-kechak olib sotmoqchiman. Svet simni almashtirib bermay. Murojaat qilmoqchi edimda. Bu viloyat hokimining fuqarolar uchun 2023-yildagi ilk sayyor qabulidir. Samarqand shahrida bo'lib o'tgan qabulda viloyat hokimi va sektor rahbarlari ishtirok etishdi. Odamlarning murojaatlari turli xil. Bular sog'liqni saqlash, ta'lim, bandlik, mehnat qonunchiligiga rioya qilish, uy-joy, kommunal xo'jaligi muammolari, shaharsozlik me'yorlarining buzilishi, oilaviy nizolar, mansabdor shaxslar faoliyatidagi kamchiliklar va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning harakatsizligi va boshqa masalalardir. Ikkinchi guruh nogironi pastida yuvishim qiyinroq, pastida yuvadigan apparat bor ekanda, shunaqa. Agar bo'lsa, agar yordam qila olasizmi demoqchi edim. Keyin gazimdan qarzda, shuni Qarzini o'zi beradi, pastida apparatlar. Ilk murojaatchilardan biri yer bilan bog'liq muammolari haqida gapirib, masalani qonuniy yo'l bilan ko'rib chiqishni so'radi. 97-yilda menga bir do'kon yer berilgan edi. Keyin yonidan ham yer berilganda mana shu qarorni yo'qotibdi. Buni qarori bor, hozir qarori borni ham sudga berib turib, meni yerimni olyapti yerimni-da.
Mana siz bilasiz, super Uyushtirilgan частный binoning territoriyasida bu kishi bilan sportni joyi bor ekan, biz joyda o'rganamiz. Uyushtirilgan частный bino ekan. Bu kishi qurilish qilgan, u bilan sudlashyapti. Eshittirib, kelib, birga videosini olib, hammasi yechilganligini anaqa yana shug'ullanadi. Qabulda ushbu fuqaro o'tgan yilning may oyida viloyat hokimi qabulda bo'lganligini, ammo hali hanuz natija yo'qligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, u o'zi uchun protez qo'llari o'rnatib berishni so'ragan. Biroq viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi yordam taklif qilganda murojaatchi narxi 240 million so'm bo'lgan bioprotezlarni so'ragan. O'tgan safar topshiriq bergan ekanmiz. 240 million so'mda. Bizankini xohlamayapti. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan protezni qo'yaman desangiz yordam beramiz. Ishlaydigan protezmi? Ishlamaydigan protez ishlab chiqaraman. Puliga muammo dedilar, men aytdim, bittasiga hech bo'lmasa qo'ydirib bersinlar dedi. Men tushundim sizni. Men aytdim hozir yordam berasan deb aytdim. Muloqot davomida tomonlar protez qo'yish bo'yicha yakdil qarorga kelishdi, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan protez qo'yiladigan bo'ldi. Pastarxon tumani Yangiravot mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaroning murojaati shu yerning o'zida rad etildi. Murojaatga ko'ra, mahalla hududidagi korxonalardan birining hududidan yer ajratib berishni so'radi. Maroqand neft baza balansiga qarashli bir tashkilot bordi shu bizning mahallamizga. Shu yerga kirib, tadbirkorligimni bir 10 ish o'rin yaratdim. Ayollarni ish bilan band qilib turibman shu yerda. Men shu yer 2023-yilda auksionga qo'yilishini aytayapti. Men shu yerga bir amaliy yordam bersangiz joy masalasi bo'yicha. Berilmaydi. Ruxsat berilmaydi. Faqat auksionga qo'yiladi, sotiladi unaqa yer. Samarqand shahrida yashovchi fuqaro 5 yildan beri kvartira ola olmaydi. Vaholanki fuqaro uyning poydevori qurilishi boshlangan vaqtda uyiga to'lov qilgan ekan. Ushbu murojaatni Samarqand shahar hokimligi xodimlari o'rganib chiqishadigan bo'ldi. Diskani oldida uy oldik, 5 xona, 5 ta yildan beri bitirib bermaydi, bitta deydi, pulni bermaydi. Olaymi? Faqat aldab qochib yuribdi hozir. Eshitmadim, bilmadim. Balki unoqonligini qilayotgan. Boshqa joydan olib bersin bo'lmasa. Rizo Hoshimov ko'chasidagi noqonuniy qurilishlardan yaqin atrofdagi uylar aholisi shikoyat qilishdi. Shahar hokimligi quruvchini sudga bergan, biroq sudda yutqazgan. Endi ular apellyatsiyani kutishmoqda. Bizning ishimiz sudgacha bordi. Shahar hokimiyati sudga berdi da'vogar sifatida. Lekin sudya shuncha xulosalarga qaramasdan bizni yutkazib chiqyapmiz hozir. Gasimning xulosasi bor, noqonuniy qurilish, loyihadan chiqib ketgan, rasmlari ham bor hammasi. Samarqand shahri Xo'jaqirori Vali mahallasi aholisi nomidan sayyor qabul ishtirokchilaridan yana biri aholi tomonidan qurilgan Ma'rifat maskani binosini hokimlik balansiga olishni so'radi. Nima muammolari bo'lsa aytgan, shuni nechun nazoratga olasiz? Ba'zi ishtirokchilar uylariga tabiiy gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolari haqida shikoyat qilishgan bo'lsalar, boshqalari esa 10 yil ichida birinchi marta uylarida zangori olov gaz kelganligini bildirib o'tishdi va bundan minnatdorchiliklarini qayd etishdi. Gaz svet masalasida keldimda 2019-yil o'zingiz uyimizga tashrif buyurib gaz olib kelib bergan bizlarda. 20 yildan beri gazimiz yo'q. O'sha siz aytgan gaz ham turbaga yo'q. Svetimiz muammo. Har oy yetkazib beryapmiz gaz balon. Birdamligi mahallasi. Gaz balon beryapti. Gazimiz 9-yanvar kuni tabiiy gazimiz o'chirildi bizga aytilmasdan. Svetimiz, shitimiz suvni ichiga qolib ketgan. Tabaqalashib ketyapti bizlar tomon. Boylar o'ziga shit qo'yib olgan, kambag'alga svet kelmayapti. Masalalarni yechib, yana qaytmaydigan qilib kelgan. Gaz 10 yilga yetishmagan gazimizga yetishdik. Keyin mana bu Tayloq hokimi va'da berdilar, bajarmadilar asfaltni. gaplashdim, erkin o'qitish. Gaplashdim, hal qilamiz. Suv masalasi ham qiynaldikda, suvni ham bu boshqa bashni, bu boshqa o'rtalik bizga toza suv berilmayapti yana. 10 kun, 15 kun muhlat. Bunlar ham isadi. Kelishdi. Qabulda fuqarolar tomonidan muammolari hal etilgani yuzasidan minnatdorchiliklar ham bildirib o'tildi. Ushbu fuqaro yillar davomida uy-joysiz yashab kelgani, bugun esa shinam xonadonlardan birining egasi bo'lgani uchun viloyat hokimiga minnatdorchilik bildirdi va minnatdorchilik bildirish bilan bir qatorda oziq-ovqat mahsulotlarini sotish yoki tayyor fast foodlar sotishga mo'ljallangan food truck o'rnatishni va bunga ruxsat berishni so'radi. Men uysiz, makonsiz edim 25 yildan beri. Uyli qildingiz, baraka toping, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Men shunchalar xursand bo'ldim. Kechagi sovuqlarda shunchalar duo qildim sizdan. Bitta iltimos qilsam bo'ladimi? Yordam bersam kelar ekan demang. Uzr so'rayman sizdan. Gapiring.
1,5 million oylikka ishlayman. Sal yetmayapti buni licheniyasi uchun. Bitta qora suvdan butkami, furtrakni ochmoqchi bo'ldim. Prashka bilan hotdog sotish uchun maktab oldidan. Hokimiyatga qarashli deyishdi. Nalogi solig'i bo'lsa to'lab. Faqat auksion orqali beriladi. Boshqa iloji yo'qmi hokim bojo? Boshqa iloji yo'q, umuman iloji. Qabulda albatta elektr uzilishlari haqida ham shikoyatlar kelib tushdi. Yangi transformator qurilganiga 6 yil bo'lyapti, 17-yil qurilgandi. Ulanib turibdi, g'ingillab turibdi, lekin tarmoqqa ulanmagan. 90 nechta stalba quramiz, proyekt bo'yicha 3,5 kilometr kabel qilamiz degan, lekin Energiya nazorat. Har yili allab keladi. Yetish kerak, siz boshqa masala. Nurobodlik fuqaro umumiy maydoni 20 gektar bo'lgan yer uchastkani kimoshdi savdosiga qo'yishni so'radi. Uning so'zlariga ko'ra, u fermer tomonidan noqonuniy egallab olingan ekan. Bizlarning qishlog'imizda 27-kontrda 20 gektardan ortiq yerni shunchaki foydalanib yuribdi-da, o'zboshimchalik. Shuni auksionga chiqarib berish Agroinspeksiya. Bo'ldi. Bepul jarrohlik operatsiyalarini o'tkazish bo'yicha ham murojaatlar kelib tushdi. Ularga har tomonlama yordam beriladigan bo'ldi. Sayyor qabulda jami 822 ta murojaat ko'rib chiqildi. Ayrimlarga joyida rad javobi berildi, boshqalarga huquqiy maslahatlar berildi. Qolganlari hal etilishi uchun vaqt talab etilganligi bois viloyat hokimligi nazoratiga olindi. Mana do'stlar, birodarlar, hamsharlar, yurtdoshlar ko'rdilaring, mana o'zlaring. Endi o'zlaring xulosa keltiringlar, hurmatli hokimlar. Faqat Samarqand shahrini, Samarqandni hokimidan boshqa videolarni ko'rmasdan xalq ko'rsin sizlarni ham. Nima ish qilayotganlaringni, o'g'irlik qilayotgan bo'lsalaring ham o'zlaring ko'rsatinglar. Ko'rsatinglarki, mana shu narsani o'g'irlayapman, mana shu narsani nima qilyapman deylar. Faqat xalqni yeb bitirmasdan, qarochi xalqni nimasini, haqqini yeb bitirmasdan, qarochi faqat o'ylanglar, xalqni ham o'ylanglar, yetim yesir, beva bechoralar ko'p, qancha uysiz, joysiz qolgan odamlar bor. Beringlar shularga, xalqning muammosini yechinglar, o'tirmasdan. Sizlardan ham bitta iltimos, o'zlaring ham savishanalar qilib, mana xalqni yig'ib turib videolar chiqaringlar, YouTube kanallarga qo'yinglar. Xalq ko'rsin shu narsani. Sizlardan minnatdorchilik bildirsin sizlarga. Rozi bo'lsin sizlardan. Faqat sizlardan norozichilik gap eshitmasdan faqat rozi bo'lishsin. Qancha kasallar bor mana ketyapti mana Hindistonga. O'shalarga yordam qilinglar. Qancha kasallar yotibdi hali bechoralar. Sizlarga obrasheniya qilgan, bu obrasheniyalari ham yozgan nimalari ham, iltimoslari ham sizlarga yetib bormagan. Yetib borgan bo'lsa ham ko'zlaringni shuni yopgansizlarda ko'r holatda ko'rmaysizlar, ko'rmasdan o'tib ketyapsizlar. O'sha uchun sizlardan bir iltimos, ko'ringlar, xalqqa ko'rsatinglar o'zlaringda qilayotgan ishlaringda. Xalq sizlardan rozi bo'lsin, boshqa hokimlar sizlarga tegishli gap. Eminda mana misol uchun Surxondaryoni hokimlariga tegishli. Surxondaryoni hokimi, shahar hokimi bilan viloyat hokimi g'irt kalamush. Mana bitta ukamiz bor edi, qamatib yordilaring shuni. 6 yilga qamatib yordilaring, 6 yilga. O'ylamadilaring, uni 2 yosh go'dak bolasi bor edi deb o'ylamadilaring. O'sha uchun hamma hokimlarga tegishli, mana Samarqand hokimidan boshqa hamma hokimlarga tegishli. O'zlaringning videolaringni qo'yinglar, xalq bilan suhbat olib boringlar, xalqning muammolarini ko'rsatinglar, muammo qilgan bo'lsa, obrasheniya qilgan bo'lsa, qanaqa nima deb bo'yicha iltimoslarni bajaringlar. Yordamlaring tegsin, o'tiring, faqat cho'ntaklaringda urug' aymoqlaringni pulga to'ldirmasdan. 7 pushtlaringgacha pul yig'masdan. Bu dunyo o'tkinchi dunyo, hamma narsadan qolib ketadi. O'sha uchun sal bo'lsa ham halol ishlanglar, halol. Ko'rsatinglar o'zlaringda. Sizlar bilan Safarali Meliqulov bo'ldi. Do'stlar, kanalimga kimlar obuna bo'lmagan bo'lsa, kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Podpiska tugmachasini bosib qo'yinglar. Bitta like bosish eslaringdan chiqmasin do'stlar.